Bugun biz Gold Eurofasadga kelganmiz. Sababi mana bunaqa tarkibi semensiz yangi bomba tashqi fasadga o'ta seriyoni turadigan g'ishtlarda akalar yo'lga qo'yishibdi. Undan tashqari paltarashkamiz bor. Narxlari g'ishtlarimizda 60 mingdan 90 ming so'mgacha. Turiga qarab pastda raqam qoldiramiz, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana bunaqa yarim oy deganlari bor. Paltarashkani bunaqa turlari bor. Xullas, assalomu alaykum. Korxona asoschisi Qobiljon akamiz. Bu akamiz Markaziy Osiyo bo'yicha hamma tashqi fasadlar qo'lga olishyapti. Hozir Qozog'istonga hamda Bishkekka ham ochyapsiz ofisda. Xullas, bu biznesda обученияsi ham bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqam bor. Xullas, ketdik. Bitta tashqarini ko'rsatib o'ramiz. Qaranglar. Xohlagan ob'yomda g'isht zakaz bersang bo'ladi. Kunlik ishlab chiqarish quvvati 500 kvadratgacha. Navoiy, Jizzax, Samarqand, Toshkent orqadagi zakazlarimiz. Shuni ichkariga kiramiz. Mana bu yer sushilka bo'ladi. Bey 100 talik. Mashinaqadan yana 5 ta bor ekan. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, esdan chiqmasin.